Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun do'konimizdagi suv nasoslari haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi shundan boshlaymiz. Обычный suv nasos uyda naporni taqsimlab beradi tochkalarga. Kerak joylarga, объемga qarab, katta kichigiga qarab tanlasanglar, ustani o'zi tanlab beradi. Hop, keyingisi глубинный nasos. Buni ham ko'pchilik biladi. Pastdan suv tortib beradi. Chuqur joylarda 20 metrgacha, 20 metrdan sal ko'proq joylarda suvni o'zi tashlab yuborsanglar, o'zi suvni ichiga qo'yiladi va o'tdan suvni tortib olsa bo'ladi. Xo'p, yangi nasosimiz kelgan. Uchtasi bittada desa ham bo'ladi. Naporniy baki, termometri va nasosning o'zi avtomat ravishda ishlaydi. Oddiy nasoslar bilsanglar, kranni yoqsanglar yonadi, kranni o'chirsanglar avtomatik o'chadigan funksiyada ishlaydi. Bu nasosimiz bo'lsa, bakka ichidagi bosim hisobiga bakka ichiga suv yig'iladi, bosim uni ushlab turadi va suvni yoqqaningizda bosim suvni sistemaga, ya'ni kraningizga haydab beradi. Shuni hisobiga bu har kranni o'chirib yoqqaningizda o'chib, yonib, o'chib, yonib ishlamaydi. O'zi avtomatik ishlaydi va xizmat qilish yili ham uzoq muddatga cho'ziladi shuni hisobiga. Kimga kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Razmerlariga qarab narxlarni sizlarga aytamiz.